Assalomu alaykum do'stlar. Shahron Tohir ibn Sino birdagi 3 xonali 82 kvadratli kvartirani arzon narxda ko'rsatamiz. Domimiz mana shu 9 etajli finskiy dommi 4-etajda joylashgan. Podyezddan uy ichiga kirilganda o'ng tarafda bitta detskiy xona, odam borligi uchun kira olmadik. Mana koridor. Stroyni shkaflar qilingan. Yo'da zal, kattagina razmerlari ham. Yo'da bitta spalni, o'zini balkoni bilan havo aylanishlari zo'r, ikki tarafdan ham oyna qoldirilgan. Eshiklarini ham yaxshi sifatlisini qo'ydirgan ekanlar. Yo'da bitta garderob qilingan. Yo'da bitta sanuzuk, razdelniy mana vanna. Yo'da hojatxonasi. Yo'da oshxona. Oshxonaning ham razmerlari kattagina, bemalol o'tirib ovqatlanish uchun ham joylari yetarli. Bonusiga sizlarga ko'rsataman. Mana bu o'sha Nissan Tiana turgan parkovочный joyi bonusiga qoldirilyapti. Joyimiz qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Narxi 85 ming so'ralyapti. Yana ozgina o'tib kelishtirib beriladigan joylari bor.